Menga xush kelmaydigan qoidalarni o'zgartirish uchun ham keldim. Meni tavakkalga sarflaydigan pulim ko'p. Bu tavakkal evaziga boshqalarning qay darajagacha borishlarini ko'rmoqchi bo'ldim. Faqat pulingizni xavfga qo'ymayapsiz-ku. Joningiz-chi? Men tirik qolish uchun yashamayapman. Boshqalarning joni-chi? Joni uchun yashamaydiganlar bilan do'st bo'lishga urinaman. Siz aytayotgan tartibni darhol o'zgarishiga umid qiladigan xayolparast emasman. Lekin shunday edi, shunday qoladi deydigan darajada vijdonsiz ham emasman. Men o'z yo'limda yuraman. Yo meni yo'limda bo'lasiz, yo yo'limdan qochasiz. Siz o'zingizni sotuvga qo'yib, hammani nimadir sotadi deb o'ylaysiz. Sizning davringiz tugadi. Avval shuni tan olasizlar. Keyin esa itoat qilasiz. Kimga? Bizga. Sizlar kimsiz o'zi? Memati, hamma bizni yo'q qilishga urinyapti. Biz hamma bilan masofadamiz. Hech kimni odam emasmiz. Hech kim uchun ishlamayapmiz. Eshikma-eshik tushuntirsak ham bo'lmaydi. Eshik yurish vaqti tugagan. Bu ishlar tugadi. Bundan keyin o'z eshigimizga egalik qilamiz. It ham keladi, shoqol ham keladi, arslon ham. Itga itday, shoqolga shoqolday, arslonga arslonday javob beramiz. Biz eng buyuk bo'lamiz. Sizlardan yagona istagim ixtiyor bo'linglar. Bittasini odatini buzdik, bittasini katta rejasini buzdik. Bittasi bizga qarshi ish rejalashtiryapti. Bizning esa borimiz mana shu.